Jo'ralarim keldimi? Xavotirman, biz yerdamiz. Turmusakchilar, adashyapsizlar. Opa, kuyov jo'ralar shular. Kechilayapmanki, jo'ralar to'yga aytsam, qonimiz qopday biz zagsga borgan uyalamiz deb, o'rniga bolalarni jo'natib bergan. Voy o'lmasin. Dur bolalarga ayt, o'yna kuyovga o'ynab to'yda bir qizdirsin. Qo'shiq o'yna olmaymiz deyapti. Ha, qaysi qo'shiq o'ynar ekan? Seni traktor etsa, yoraveramiz. Yana bir ikki kechira uylanganimda bebi isha turturga kirib bor ekanman-da. Oldimga tush birgani erkagi. Bu bo'ldi. Obid xotinli bo'ldi. Mana bolalar bir ota-onasi bormi yo'qmi? Nima bular bitib baqir-chaqir qilyapti? Hozir kuyov jo'ralar kelib qoladi. Kuyov jo'ralar shular. Ha bu kuyovam 40 ga kirib o'ylanayaptim deyman. Kuyov bola tabriklayman. Uyga kiringlar qani. Ha, jo'ram yo'q desam, mana bitta bo'lsa ham jo'rang kelibdi-ku. Opa sharmanda qilmang, bu kishi qaynatam bo'ladi. Kechilayman men o'ylaydi. Kelinni olib chiqish kerak, jo'ralarim qani? Hozir ozgina o'ynab olaylik. Shukunlarni ko'rguncha sunnat to'yimda ertasiga o'ylavarsam o'lamidi? Menga qarang, ichkariga kirganda, samiglarning hayajonlanma. Chatircha dadang zaksga kelishga vaqtim yo'q, o'rnimga olim boradi deganda indamadim. Endi bo'g'in aql o'rgatyapsanmi? Birgan bojasi, onangnim bir avval uy olay, mashina olay deb kirib, hammadan kechiklanib, kunim shtirmasakchalarga qoldimi? Ha, jo'rajon, sen ham shu yil uylansang uylanding, keyingi yil uylansang bundan 5 battar bo'ladi aytib qo'y. Boboycha.